Nechta qo'y bor aka bu yerda? 800 ta bormi? Bola chaqasiman bor. 800 ta qo'y bor ekan. Qo'y baraka degan shu. Ha, bobur aka. Olamiz bularni. Niyat xiyarlar bosib qo'yinglar akalar. Bolasi bilan 800 ta ekan. Maşallah. Uchun qo'y boqinglar ekan. To'rtta qo'yni haydab, polada yuringlar-da, tafakkur qilishga zo'r vaqt. Endi u ham qarshi, ammo zormondan tashab qo'ysalar tafakkur bo'ladi. Mana umuman tafakkur qildirmay qo'ydi biz. Ma min nabiyyin illa wara'al g'anam degan Rasululloh. Payg'ambarki bo'lgan, albatta qo'y boqqan. Chunki kishi tolada ketmon chopar ekan, yonida hech kim yo'q. Yo bir tolada suv qo'yar ekan, yo bog'bonchiligini qilar ekan, yo qo'y haydar ekan, tafakkur qilishlikka fursat bo'ladi. Ana yoshim 40 ga kiribdi. Yana bir 20 yillarga 60 ga kiraman ekan. Nima qildim? Tafakkur qilishlik